Bular Qeyri buvayni uyga apirib qo'ygandan keyin boshqa yaxshi personajlarga o'xshash yo'qlang ishlarga aralashib fazilatini joriy qildirib, ko'rikda razil kuchlar bilan birga bir atmoqchi bo'ladi. Ikki taraf ko'rikda uchrashdi. Amaliyotda Zobiza o'lmagan edi. Uni ilib ketgan bola Haka bo'lib, Zobizaning qo'lchimoqchisi edi. Bu sirliq odam Haka Sasuke'ning oqso mijozini davolab qo'yish uchun Sasuke bilan Naruto'ni so'g'oqlin kudak ombarning ichiga solab, ularni jingni bilan davolamoqchi bo'ladi. Lekin kasbda toza pishmagan Haka jingnini bakchiq sanjoyitib kelib, Sasuke'ni Sasu kirpa qilib qo'ydi. Naruto o'zining yaqin deb biladigan, lekin o'zini faqat yaqin deb ko'rmaydigan og'insi Sasuke'ning ahvolini ko'rib, jonimoni chiqib ketdi. Hamda qo'soqdagi uzun yillik vaygvasini ishq silib, xuddi g'oz tuxum bilan xungni tang ichib olgandek tushunib ketib, Hakaning urib manqisini chiqarib yetdi. Bu chaqda Zobiza Kakashiga o'zining yalgumpisini ko'rsatib, dartli qilib o'sirib, butun yana istutaq qilib etgan edi. Kakashi bu biroqdan "Malla zaharlansam bo'lmas" deb o'zining kuchuklarini qo'yib berdi. "Oli kuch. Oli. Zobizani kuchuklar am qilib tishlab midirolmas qilib qo'ydi. Kakashi ishlarni osonla tugatay deb qo'liga chaqmoqdan birini ilib Pikachuga o'zgardi. Dal mush vaqtda Haka tuyuqsiz paydo bo'lib, Kakashining dajovsini to'sab qoladi. Zobiza kulib ketdi. Esil Haka, yomon vaqtida asqatmasang baka. Zobiza Kakashi bilan Hakaga tangli hujum qiladi. Kakashi bo'lsa, xo'yanjodak peshvo etib, Zobizani tepib uchirdi. Oy, bundaq yomon odam atdiganda yog'i nada qolganda. Bu chaqda Zobizani ishq solgan harda oqisidagi bir tipik paylamaydigan yo'g'on qo'sab eski chiroy Qeyri Zobizaning oylik maoshini bermaydiganligini, har qancha tirishib ishlasimi jonjong bo'lolmaydiganligini aytadi. Hamda Hakaning jasadini oyoq osti qiladi. Oyoqning ostida dassaydi. Buning ichidamagan vijdon bolasi Naruto otchig'ida vaqirab ketadi. "Hey Zobiza, ne zala, zayang xamani? Ha nayangzi metiti ni qilvasa qarab o'ltiramsan, ni zama buzama." Zobiza o'zining zama buzama to'g'riliq o'ylashib qoladi. Naruto bo'lsa Hakaning Zobizani yaxshi ko'rdiganligini aytadi. "Hey, nadam bola, bilamanmi, lekin u bir o'g'il bola tursa, bo'pti. Ish bu yerga yetganda hamma ishlarni men oxirlashtiray." Zobiza Narutodan bir pichoqni so'rab, eliq qerini ajal darvozasidan kirgizib qo'ydi. Hamda intayin ta'sirli holda ketib qoladi. Naruto'lar o'ngishliq vazifani tamomlaydi. Xalqlar mushu ko'rikka boshqalarning tili tegib ketmasin deb, ko'rikning Narutodek vatvat bo'lishini tilab, Naruto ko'rigi deb qo'ydi. Bir jihatdan bumi to'g'ri. Kakashi ko'rigi etsa toza satangda emasmi Kakashi ko'rigi? Bu bo'ldi qancha raygo. Shuni bilan Naruto mushagicha oxirlashdi. Oxirini ko'rmadingiz? Qayzim qarab qo'ya. Oh, sorry. Bye. Toyo. Mana men panus saloniga kirmaydigan balangsa. Soga. Shikkin saxalsam bikaliq chiqadi mana. Mana akang densan gwanjuma qilmaydigan sikoy balangsa. Dakana. Bir ko'y to'lmaymi mana. Dish. Chalaq. Nani? Panus saloniga azab bo'lmaymi deb atamsa? Poqangni chiqarib etma. Nima qila olaysan? Qo'lingdan kelganini qilib baqa qilayman bo'lsam. Nimpa, kaga bensin 3-4 kun kechiktirib chiqarishadi. Unda qilma. Bu qiraqin qanlashmidi. Atla. Yandım bayanning bir-birdan esil, bir-birdan shayfin sindirib aka. Menda xiyfinga nima kun bu? Simimase. Yenzam finshan qilib etay.